O'rtoqlar, endi O'zbekiston aholisi, yurtdoshlarimiz suyak bilan, bo'g'im bilan bog'liq muammolarni unutadi. Narx-navo bo'yicha ham bemalol solishtirsalar ham bo'laveradi. Beshariq tumani Ixlos Med sentriga kelganman. Qaranglar o'rtoqlar, inson suyagidagi nimalarga protez qo'yaptilar? Doktor Salohiddin degan inson 35 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan inson va mana bu insondagi qanaqa suyak bilan bog'liq, pay bilan bog'liq, suyak yemirilishi, protezlar qo'yish bo'yicha chempion doktor ekanlar. Xo'p, mana bu yerda suyak yemirilishi bo'lgan, son chanoqda unga endoprotez qo'yishgan oxirgi bemorlardan biri va bu bemorga afsuslar bo'lsinki, ayrim joylarda juda katta narx aytib olishgan, lekin u narxni 3 baravar arzonga shu Farg'ona viloyati Beshariq tumanida Salohiddin shifokorimizga kelib, ustozga davo topib ketishgan o'rtoqlar. Agar qo'qonlik bo'lsangiz, vodiydan bo'lsangiz, Salohiddin shifokorimizni tanisalaring, kommentariyaga shifokor haqida fikringizni qoldiringlar o'rtoqlar. Agar ma'lumotlar, lokatsiya kerak bo'lsa, kommentariyaga lokatsiya so'zini qoldirsangiz, telefon nomer hamda lokatsiyalarni o'zim sizlarga tashlab beraman. Endi suyak bo'g'im bilan bog'liq muammolar muammosiz.